iPhone do'koniga borib 8 yildan beri orzu qilgan narsamni sotib olmoqchiman. Olaymikan, olmaymikan, olaymikan, olmaymikan, qaysi rangidan olay ekan? Ishqilib uydan haydalib ketmaymanmikan? Ey xudo, olaymi, olmaymi. Topinglar, chin olmoqchiman. Qarchi borib ko'rsataman. Ketdik. Agar bu narsani oladigan bo'lsam, nafaqat qaynonamdan, balki o'zimni onamdan ham so'kish eshitsam kerak. Bilaman, videolarimni ko'rib turibsiz, iltimos kommentariyada so'kmang, o'zimga telefon qilib so'king. Lekin shu narsani bugun olmasam, menimcha butun umr afsuslansam kerak. 8 yildan beri orzu qilgan narsamga erishishimga attiga yarim soat qoldi. 8 yildan beri orzu qilgan narsamga erishishimga 20 minut qoldi. 10 minut qoldi. 5 minut qoldi. Yetib keldim. Olaymi, olmaymi. Haligacha o'ylayapman, olmaymi. Bismillah. Topinglarchi nima oldim? Uyga borib raspakovkachi qilib ko'rsatib beraman. Birinchi xonim to'ydirib olay.